Assalomu alaykum. Bugun men yana bir ustanovkadamiz. G'ayrioddiy desek ham bo'ladi. 10 kilowatt voltr invertorimiz, istochnik беспроводный питание ishlab turibdi. Mana bilmaganlar uchun kiradigan tok, akkumulyator voltaji, chiqadigan tok и nagrushka ko'rsatadi. Davlatdan tok kiryapti, akkumulyatordan mana zaryadka и plus uyga o'tib ketyapti. Xo'p. Konstruksiyamiz Rita firmasini akkumulyatorlari bilan yig'ilgan sistemamiz. Edison DG modeli 20HR shunisiga e'tibor berasizlar. Qoplaganmiz. Bir chetdan boshlasak. Bu operatsionniy zalimiz. Hop. Rengen apparatimiz ishlab turibdi, mana rengen olanyapti. Butun to'liq mana operatsionniy bo'ladigan har bitta jarayonda ishtirok etadigan, operatsiyada ishtirok etadigan har bitta оборудование to'la to'kis ishlatib bera oladigan sistemni baza yaratdik. Mana murojaat qilasizlar.